Marketing bu reklama emas. Marketing bu mijozni tushunish. Nima uchun aynan mijozni tushunish butun marketing faoliyatining asosi hisoblanadi? Salom. Men Ziyodulla Hakimov. Bugun siz bilan aynan shu mavzu bo'yicha suhbatlashamiz. Bugungi kunda kompaniyalarning qariyb 70% ma'lumotlardan foydalanadi. Ammo ularning atiga 20-30% uni samarali ishlata oladi. Muammo nimada? Kompaniyalarning 83% marketingni muhim deb hisoblaydi. Bonus sifatida yana bitta ichimlik oldim. Rahmat. Kompaniyalarning faqat 6% marketingni to'g'ri ishlatadi. Ko'rganingizdek, kompaniyalar bir-biridan raqamli marketingdan foydalanishda keskin farq qiladi. Biri mijozni tushunmaydi, oddiy sotadi. Boshqasi esa mijozni tushunadi va qiymat yaratadi. Xo'sh, siz bu voqeadan qanday xulosa chiqardingiz? Nima uchun aynan bir xil mahsulot turli natija berdi? Javob oddiy. Bularning barchasi marketing axborot tizimidan to'g'ri foydalanish bilan bog'liq. Xo'sh, marketing axborot tizimi nima? Avval kiruvchi ma'lumotlar ishlanadi. Keyin esa qayta ishlanadi. Qayta ishlangan ma'lumotlar esa qaror qabul qilishda ta'sir o'tkazadi. Demak, marketing axborot tizimi bu ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va ular asosida to'g'ri qaror qabul qilish tizimidir. Yuqoridagi voqeadan ham ikkinchi supermarket ma'lumotlarni yig'ib, to'g'ri qaror qabul qilishda foydalanganligidan dalolatdir. Endi esa mana bu ikki do'kon voqeasiga e'tibor qaratamiz. Voqeadan hamma to'g'ri xulosa chiqardi, to'g'rimi? Bugun har bir biznes raqamli marketingdan samarali foydalanib, asosiy muammolarni hal qilmoqda. Bu jarayon biz amaliyotda ham o'rganib chiqdik. Endi so'zni amaliyotchiga beramiz. Bugun Chevrolet avtomobillari bozorda yetakchi. Albatta, bunga narx va qulaylik katta ta'sir qiladi. Lekin qiziq joyi bu emas. Asl savol shunda: nega aynan GM avtomobillari? Kompaniyalar avtomobilni chiroyli ko'rsatadi, tezligi, dizaynni, texnik imkoniyatlarini, ammo xaridorni ko'pincha boshqa savol qiynaydi. Yoqilg'i sarfi qancha, ta'miri qanchaga tushadi va asosiysi, mashinani keyin mamlakat bozorida sota olamanmi? Demak, asosiy savolga javob oddiy. Mamlakatimizda bu avtomobilni sotish boshqa avtomobil brendlariga nisbatan ancha oson va albatta ehtiyot qismlarini topish ham muammo emas. Demak, GM mijozlar nimani xohlashini juda yaxshi biladi. Endi esa dunyodagi yirik raqamli platformalardan biri Google haqida gaplashamiz. Google qidiruv tizimidan foydalanuvchi biror narsani izlaydi. Shu paytda unga aynan kerakli reklama chiqadi. Bu oddiy reklama emas, bu tayyor mijoz. Shu sababli ko'plab korxonalar Google bilan hamkorlik qilishga katta e'tibor beradi. Keling, Google ofisini ichkaridan kuzatamiz. Xodimlar u yerda ishlashdan baxtlimi? Google ofisdagi xodimlar haqida eshitgan bo'lishingiz mumkin. Lekin eng yaxshisi buni o'z ko'zingiz bilan ko'rish. E'tiboringiz uchun rahmat. Mazmunli ma'lumotlar va albatta sayohat uchun rahmat, Murodjon. Endi esa bugungi raqamli marketingning korxona marketing faoliyatidagi o'rni mavzusini yakunlaymiz. Xulosa qilib aytganda, marketing bu reklama emas.
Marketing bu mijozni tushunish. Kim mijozni tushunsa, u qiymat yaratadi. Kim tushunmasa, faqat sotishga harakat qiladi. Shuning uchun mijozni tushunish butun marketing faoliyatining asosi hisoblanadi. Keyingi darslarda ko'rishguncha